Assalomu alaykum azizlar. Hayron bo'lgan bo'lsanglar kerak, ayni bugun o'yin kuni shunaqangi dahshatli kunda Abdurahmon hech qanaqangi stories yoki video qo'ymayapti deb. Sababi men judayam hozir anaqa qayg'udaman, bandman, asabdaman. Kelishimizdan oldin va'da qilingan biletlar, pullari zaloglarga olingan biletlar atmen bo'ldi. Bilasizlar, arablar tomonidan, bu arablar emas, emiratliklar tomonidan katta bir o'yin bo'lyapti. Shu o'yinda qurboniga aylanyapmiz. Chunki o'zini puliga, o'zi tur sotib olib, o'zini gazetasiga mashina qilib kelganmiz. 300 kishidan ortiq insonlar. Afsuski, bilet yo'q. Bo'lsa ham boshqa sektordan, lekin u sektorga faqatgina emiratliklarni qo'yadi. Duoda bo'linglar. Bugungi muborak hayit arafalarida, Qurbon hayit arafalarida duo qilinglar. Inshaalloh yo'llarimiz ochilsin. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Yo'llarimiz inshaalloh ochilsin. Olg'a O'zbekiston, faqat g'alaba sari. Uyida yutamiz.